Bu dunyodagi eng arzon, lekin hidi eng zo'r taraladigan atar. O'zim xayolimdan mana shunaqa qilib kelsa, demasdim. Dunyodagi eng kopiyasi ko'p atar hisoblanadi. O'rta yoshdagi erkaklarga tavsiya qilgan bo'lardim. 100% stoyish atar. Va bu videomizda shu atarlarni top 5 tasini obzor qilib ko'rib chiqamiz. Reytingimizni top 5-o'rinida Parfums de Marly Green'li egallagan. Flakon juda ham приятный va chiroyli yashil. Bu atirimiz narxi o'rtacha bozorga qaraganda $273 atrofida chiqadi. Qolgan top 5 taligiga qaraganda bo'lsa qimmatroq, lekin narxiga stoyish atir. Hidlariga keladigan bo'lsak. Hidlari o'tkir emas, yumshoq emas. Tobida deydi-yu. Olmani, zelyonni pryanniy hamda fujerni notalarni sessiyalar bo'ladi. Buni o'rta yoshdagi erkaklarga tavsiya qilgan bo'lardim. Kunlik daily sepish uchun ideal aromat. Reytingimizning 4-o'rinida Armani Stronger With You Intensely atarini qo'yganmiz. Ko'pchilikning o'zi yuragidan joy olishga ulgurgan atar. Flakon juda ham chiroyli, современный, stilniy. Такой. Hidlariga kelsak. Hidlari o'rta yoshli hamda yoshi kichkina 15 dan 25 yosh yoki 30 yoshgacha bo'lgan segment uchun ideal atar. Iris notalari, vanil notalari hamda drevesniy notalarda ochilib beradi. Narxi ham umuman qimmat emas. Ya'ni $112 menimcha bu atar uchun 100% stoyish atar. Reytingimizning 3-o'rinida женский atar Gucci Flora Gardenia atarlari. Buni ham o'zi hamma ayollar biladi. Siyqasi chiqib ketgan deyishadi bir xil joylarda zo'r deyishadi. No, men uchun ideal atar. O'zim xayolimdan mana shunaqa qilib kelsa, demasdim. Flakoni buni ham juda ham cho't ishlangan. Takomatlari temir qopqoli, Gucci emblemalari tushirilgan. Hidiga kelsak. O'zi buni nomi bilan aytib turibdi, Gucci Flora Gardenia deb. Bog'da yurgan, gullar o'sib ketgan bog'da yurganda o'zingni his qilasiz sepgandan keyin ayollarga vashshe bilan yoqadigan atar. Hammaga tavsiya qilaman. Stoykasi ham zo'r, narxi ham uni ideal, ya'ni $112-110 atrofida turadi. Qimmat emas. Zirf parfumda bu atir undan ham arzon narxga, ya'ni bunaqa katta flakonda emas, mana shunaqa kichkina nabor ko'rinishda bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ichida nafaqat Gucci Flora Gardenia, boshqa top 5 xil atir bo'ladi. Общий 6 mg dan va premium sifatli shunaqa stilniy podarishni upakovkalarda bo'ladi. Xohlagan atirlarni terib beramiz, narxlari boshqacharoq bo'ladi. Отдельно hisoblanadi yoki skidkada определённый o'zimiz yig'ib qo'ygan naborlarimizni bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bularning narxlarini ko'rish uchun va atirlarning nomlarini bilish uchun bemalol hozir Telegram kanalimizga o'tib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Telegram silkasini bo'lsa kommentariyada hozir belgilab qo'yamiz. Reytingimizning top 2-o'rinida Tiziana Terenzi Kirki atarini qo'yganmiz. Bu atar eng ko'p dunyodagi kloni, ya'ni kopiyasi ko'p atar hisoblanadi. Stoykasi prям beshinli, kuchli va shleyfi ham juda ham kuchli. Prям o'tkir. Lekin ozginadan keyin, ya'ni где-то plus-minus sepganingizdan keyin, yarim soatdan keyin bu atar shunaqa unikal shleyfda, ya'ni shunaqa unikal hid bilan ochilib beradiki, uni bilmayman o'zi. Sepib ko'rish kerak, sezish kerak. Boshda sepganda ham juda ham zo'r, lekin yarim soatdan keyin undan ham zo'r ochilib beradi. Kloniga keladigan bo'lsak, aytganimizdek, dunyoda eng ko'p kopiya mashatarga chiqariladi. Tiziana Terenzi Kirki. Bemalol buni ham ko'rsatsa bo'ladi. Reytingimizning 1-o'rinida Molecula 020 atarini qo'yganmiz. U qirollar atari desa ham bo'ladi. Stoyka, shleyf, hid ideal darajada. Hammaga tavsiya qilaman. Unisex bo'ladi. Hamma ayollarga, ham erkaklarga birdek tushib ketadi. Notalariga keladigan bo'lsak, sitrusiy drevesniy notalarda chukki ochilib beradi va buni ichida shunaqangi unikal ingredient borki, ya'ni ambraksan notasi bor. Sepganingizdan keyin har bitta odamda boshqacha bo'lib ochilib beradi. Ya'ni men sepdim, boshqacha, siz sepdingiz, umuman boshqacha hid bilan taralib beradi. Narxiga kelsak, narxiga 100 stoyish aromat o'rtacha bozorda $165 atrofida turadi. Prям 100 даже 200%, 1000% stoyish atir. Hammaga tavsiya qilaman. Va albatta, sizlar bu atirni Zirf parfumdan undan ham выгодныйroq ko'rinishda, ya'ni arzonroq ko'rinishda
nabor ko'rinishda xarid qilsanglar bo'ladi. Mujskoy, женский versiyalari bor. Naborlarimizning ichida 5 xil atri bo'ladi. Molekula deysizlarmi, boshqa atr deysizlarmi, har xil versiyalardagi bor. O'zingizlar xohlagan atringizdan ham nabor yig'ib beramiz yoki gatovoy skidkaga tushirilgan narxlarda o'zimizga yig'ib qo'ygan naborlarimizni zakaz qilsanglar bo'ladi. Narxlari va qanaqa atrlar borligi bilan qiziqayotgan bo'lsanglar, hozir Telegram kanali kommentariyada zakrepitsiya qilib qo'yamiz. Bemalol o'tib, hammasi bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan yana Zirf parfyum bo'ldi. Bizdan o'zolishmaydi. Hammaga rahmat.